Assalomu alaykum. Fasadniy pletka shox. Mana yana bir obyektimizni tugatdik. 3-brigadda. Limonga korejnoy, sokollarimiz korejnoy bo'ldi. Yon atrofini balandki qismini polni ramka qilib korejnoy oblisovkadan chiqarganmiz. Mana shunday qilib o'zingiz ko'rib boqing, juda ham ajoyib bo'lib chiqdi. Bu joyimiz shkaturka qilinmagan joy edi. O'zi shkaturka qilingan, shkaturkasi tekis bo'lmagan. Buni ko'chirib boshqadan shkaturka qilib fasad qilish uchun juda katta endi ish kuchi kerak bo'ladi, boshqasi kerak bo'ladi. Masalan, shkaturka deysiz, qum deysiz, boshqa va boshqalar. Shuning uchun bizga murojaat qildi. Biz keldik, ko'rdik. Birgalikda kelishilgan holda mana shunday qilib bitirdik. Bu tomonlari bilan mana. Mana shu joyimiz 154 kvadratli joy. Juda ham ajoyib bo'lib chiqdi. Mana o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Hovli qismi. O'zi rasa mana shu fasad qilaman deb uy solgan ekanda akam. Juda ham go'zal. Mana shunday juda ham go'zal bo'lib chiqdi uyimiz. Hammaga rahmat. Kimda mana shunday mahsulotlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Kimdir Rossiyada bo'lsa yo o'zi shunday xohlaydi-ku, masalan, uyni beradi, polностью ishni qabul qiladi. Unda ham ishni ochdi, unday qilib ham hozir ishni olyapmiz. Xudo xolasa, polностью o'zimiz sarflaymiz, hamma narsani yozib boramiz. Sizga keyin mana shu rayka mana shuncha bo'ldi, samarezi, tunikasi, fasadi, ish haqqisini polni chiqarib, mana shuncha deb общий итог summasini aytamiz. Shu summa kelishilgan holda mana shunday ish ham qilyapmiz. Hammaga rahmat. Kimda mana shunday mahsulot kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz.